Deylik, do'koningizni kengaytirib, choyxona qilmoqchisiz yoki ofisingizni turar joyga aylantirmoqchisiz. Qisqa qilib aytganda, ularning ixtisosligini o'zgartirmoqchisiz. Bu ishlarni darrov boshlab yubormang. Avval ruxsatnoma olish kerak. Shuningdek, noturar binoni rekonstruksiya qilish, uni yoniga qo'shimcha bino qurish va qolaversa, uyingizni noturarga o'tkazish uchun ham ruxsat kerak bo'ladi. Ruxsatnomani Shaffof qurilish milliy axborot tizimi tomonidan yaratilgan xizmat orqali olasiz. Buning uchun my.go.uz saytiga kirib, ko'chmas mulk bo'limidan obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruksiya qilish uchun ruxsatnomani tanlang. So'ngra xizmatdan foydalanishni bosib, o'zgartirish kiritayotgan obyektingiz kadastr raqamini belgilang. Keyingisi tugmasini bosib, telefon raqamingizni tekshiring va yana keyingisi tugmasini bosing. Endi pastki qatordan binoingizni ixtisosligini o'zgartirmoqchimisiz, rekonstruksiya qilmoqchimisiz yoki har ikkalasini amalga oshirmoqchimisiz? Shulardan birini tanlang. Keyin bu o'zgarish obyektda qisman yoki to'liq bo'ladimi? Shuni ham belgilaysiz. Endi nima ishlar amalga oshirmoqchi bo'lganingizni sodda tilda va to'liq yozing. Agar uyingizni noturar toifaga o'zgartirayotgan bo'lsangiz, bu uyga birgalikda egalik qiluvchilarning notarial tasdiqlangan yozma roziligi ham kerak bo'ladi. Faylni tanlang tugmasi orqali o'shalarni biriktirasiz. Keyingisi tugmasini bosib, ma'lumotlarni tekshiring va 2 marta yuborish tugmasini bosing. Endi bazaviy hisoblash miqdorining 45% miqdorida to'lovni amalga oshiring. Bo'ldi. Natija 7 ish kuni ichida tayyor bo'ladi. Bu vaqt oralig'ida mas'ul xodim obyektni borib o'rganadi va xulosa beradi. Ruxsat olinganidan so'ng endi arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish uchun ariza yuborish lozim. Bu haqida keyingi videorolikda gaplashamiz.